shaharda shovqinidan charchab, bir damogingiz kelgan paytda qalmoqlarni olib kelib olib, mana bunaqa manzarada daryoni bo'yiga kelib olib, damogonga nima yetsin a? Akalar, biz bugun zo'r joyga kelganmiz. Bu o'zimizning Sirdaryoni bo'yi, qalmoq shu yerga qo'yib turamiz. Sirdaryoni bo'yida mana bunaqa kapsuladan dacha qurilyapti. Bugun xudo xolasa mana shunaqa dacha qurish nech pulga tushayotgani haqida batafsil videorolik tayyorlashga harakat qilamiz. Lekin bu video olinguncha men tayyorlanib o'tirdim ozgina. Shuni orasida ham miyaga zo'r dam olib qo'ydi. Agar rostakamiga oshnalarni bilan, uydagilar bilan kelib dam oladigan bo'lsangiz, unda menimcha yana ham miya zo'r bo'lsa kerak. Hozir mana bir kelganimga 15-20 yarim soat bo'ldi uzoq Umid aka. Yarim soat o'tirgan bo'lsam, miya уже ancha svejiy bo'lib qoldi. Xo'sh. Bu joyda qurib berayotgan usta akamiz Umid aka videoga chiqqan hijolat qildilar. Umid aka, charchamayapsizlarmi? Rahmat. Ancha bitirib qo'yibsizlar, gap yo'q. Rahmat. Xo'sh, endi bu necha bo'lyapti Umid aka bu joy? Bu kapsulamiz razmeri 10,5 ga 3,5 razmerda. 3,5 bo'lgan. Xo'p. Bu nimadan qurildi endi Umid aka hozir? Bu asosan metal profildan qurilgan. Hop. Shvellerlardan ham bo'lgan ekan oyoqlar. Shvellerdan stoykalarini, oyoqlarini berganmiz. Yerdan 1 metr tepaga qurilgan. Mana daryoni tosh hisobini, suv ko'tarilishini hisobini ham olingan bu yerda. Aha. Tashqarilari endi tunikafon bilan apshipka bo'lgan. Ha, mana tunikafon bilan apshipka qilib qo'ygansizlar. Buni masalan, hali ertaga qishki kunda isitish nimalariga bir buni isitishiga keladigan bo'lsak, buni tunikafon bilan apshivat qilgandan keyin buni ichiga o'sha nima penalarni septirib, utuplenalarni qilganmiz. O'zimiz qilganmiz. Pollarni ham utuplena qilganmiz. Isitishga kelsak, buni konditsioner bemalol isitadi. Hop. Sovutishga ham konditsioner endi. Ikkita konditsioner qo'yilgan ekan, ikkita konditsioner qo'yilgan. Bittasi yotoqxonaga, bittasi mana zalga, xudo xolasa. Shunaqa. Xo'sh, endi ketdik, ichini bitta ko'ramizmi aka? Bo'ldi, ketdik bo'lmasam, kapsulani ichi bilan tanishib chiqamiz. Zinalar mana kraska qilib qo'yibsizlar, Umid aka? Chiroyli bo'lib, o'tgan safar kelganimizda bu kraskalar ham bo'lmagandi. Hatto mana qarang, ozgina kraska bo'lganini hisobiga ancha ochilgan. Mana shunaqasi ham bo'lib turadi. Xo'sh, eshik derazalar kelib o'rnabdi. Chiroyli qilib mana bu yoqqa bitta asosiy kirish qismiga va yotoqxonaniki ham o'rnagan. Xo'sh, endi kirganimizda mana bu yotoqxona bo'libdi, Umid aka. Mebellarga chopib qo'yishdi, mana spalni, konditsionerlargacha qo'yib qo'yishgan. Tokda ham ulaganmisizlar? Voy, gap yo'q. O'sha почти tayyor holatda, mana shkaflari bilan. Zo'r. Xo'sh, mana bu yer sanuselga mo'ljallanyapti ekan ichlari. Va mana bu joy kuxnya bo'ladi adashmasak-a? Shunaqa, kuxnyaga moslashtirdik. Kuxnyaga moslashtirilgan. 10 ga 3,5 joyga shunchasi sig'dirib olsa bo'lar ekanda, qarang. Bu yoqqa ham bitta konditsioner o'rnatib qo'yishgan. Mana bu zalni o'zini alohida ta'minlab berish uchun. Xo'sh, menimcha zo'r bo'ladi. Mana eshik nimaga qo'yilgan, Umid aka? Bu tomon nimaga eshik qo'yilgan? Bu orqa eshik. Bu yerga basseyn mo'ljallashtiryapmiz. Bu yoqdan chiqqanda orqa tomonda basseyn ham bo'ladi ekan. Issiq basseyn bo'ladi-da. Isitish tizimini ham moslashtirib, mana shu 1-2 oyda qurilishini davom ettirib bitiramiz uni ham. Gap so'z yo'q, zo'r bo'lar ekan. Ertaga sovuq havoda ham bemalol. Sovuq havoda ham issiq bo'ladi, bemalol cho'milsa bo'laveradi degan qilib. Xullas qishin yozin cho'milishda bemalol kelib dam olish mumkin, xudo xolasa. Mana bu yerga razdvijnoy eshik bo'ladi dedingiz. Hali u yetib kelmadi-da, xudo xolasa. Seshanba kuni yetib keladi, 3 kundan keyin. Seshanbaga yetib keladi, o'sha o'lchab ketishgan. Bu yog'i pol nima bo'lgan pol, Umid aka buni? Bu yog'ochdan bo'lgan, utuplenasi bo'lgan, 2 sloy. Ustidan linoleum solib qo'ydik. Narigi terrasasiniki plastmassaviy, uni chirimaydigan nimadan, suv tegsa ham, namlikka ham chidamli. Mana bu. Bu zo'r narsa bo'libdi. Haligi ertaga qishki kunida ham masalan oddiy poldan bo'lganda ishib ketib, suv shima bir narsalar bo'lmaydi. Hech qanaqa ta'sir qilmaydi, sovuq, issiq. Zo'r bo'libdi. Asosiysi mana vidni ko'rsating aka, vidda men dangali bor, o'ta maza qilyapman. Vid o'ta zo'r. Gap yo'q. Bu yerda haligi Umid aka
ertalabda kofechalar bilan chiqib olib, mana bu yerga stol stulda qo'yib olib va chiroyli bo'lib kofeni ichib. Ha, Asa dam oladigan joy Zo'r. bo'ldi. zo'r. Manzara zo'r. Yaxshi. Xo'sh, endi nimalar ishlatildi aka? Mana ichki qismlari o'sha asosan saydinglar, mana nimalar ko'ryapmiz, nimalardan ishlatildi, qanaqa materiallar? Ha, patologiyaga o'sha dekor plus nima qilindi? Devorlariga Dekor ham. plus. Dekor plusdan qilindi. Aha. Dush gipsokarton bilan o'ralgan, ustidan dekor plus обшиват bo'lgan, poli kafel bo'lgan. Poli kafel bo'lgan. Zo'r. Gap so'z yo'q. Xo'p, endi Umid aka, o'shanda bu yer qanchaga tushyapti hozir? Mana shu tayyor bo'lgan holatda, aytaylik, o'rtadagi razdvijnoy eshiklari u hammasi bo'ldi mana shu turishi. Hamma nimalari 100% bitgan holati 150 ming so'm, 150 million so'mga tushadi. Mebel, Usta haqqilari. usta haqqi, rasxod hammasini hisob-kitob qilib yozib bordik. 150 millionga tushadi, xudo xolasa. Pardalarni ham olib kelib qo'yibsizlar, pardalar ham tutilib, bu yerga hali Ha, o'zi dushanba kunga xudo xolasa 100% tayyor bo'ladi, seshanba kunga. seshanba kunga 100% tayyor bo'ladi. 100%. Seshanba kuni mana o'ynagli eshigimiz kelsa, razdvijnoy. O'zi asli o'sha kuni kelishimiz kerak ekan, lekin mayli, bugun nasib bugunga ekan Umid aka. Xudo xolasa bitsa seshanba kuni ham mayli kelaveramiz, bir obzor qilib ketaveramiz. Xudo xolasa 23-ga to'g'ri kelar ekan. Xudo xolasa. 23-sentyabr bo'ladi. Toklargacha tortib qo'yishgan, montaj qilib, svetlarigacha ulangan. O'sha to'g'ridan yonadi, svet to'g'ridan yonadi. Mana bunisi yonadi. Aha. Ana. Zo'r bo'lar ekan. Xo'p, Umid aka, buni usta haqqi, materiallar, xullas mana shu turishi, xullas 100% bitgan holat 150 million so'mga tayyor bo'lyapti. Shunaqa, ha. 10 ming dollardan o'tar ekan, 11 minglarga boryaptimi shunda? Shunaqa. Biz so'mga yozdik, endi hammasini 150 million so'mga to'xtab. 11 mingdan ham jichcha o'tyapti ekan. Ikkita konditsioner qo'yilgan. Aha. Ular ichiga polni endi dushga ham o'sha jihozlarni olib kelib qo'yilgan hammasi. Endi sekin yig'ilyapti. Yig'ish jarayonidamizda hozir hamma narsani ham ustanovkasi qolgan. Xullas hamma mebellari ham bor o'sha 150 million. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi Tayyor bo'ladi kelib. 150 million so'mga bityapti ekan. Gap yo'q, zo'r. Zo'r chiqibdi. Xudo xolasa, havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. Ochig'i men o'zim ham juda havas qildim. Xudo xolasa, Xudoyim bizga ham nasib qilsin. Xo'sh, Umid aka, endi qayerlargacha xizmat ko'rsatib bera olasizlar mana shunaqa narsalarga? Masalan, zakaz bo'lsa. Endi hozir zakazlar bo'lib turibdi. Mana shu o'zimizda quryapmiz. Xudo xolasa zakazlar bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab borib, Xudo xohlasa. joylashtirib qilib beramiz. Zo'r. Qaranglar, hozir bu yerda ham mana 3 ta qurilyapti. 3 ta kapsula, mana bitta, bu ikkinchisi, buni orqasida yana bitta mana o'sha ramasini tayyorlab qo'yishgan, qovurg'asini. Xudo xolasa keyingi navbatlarda mana shu birinchi, ikkinchi, uchinchilari ham bitib ketadi, ya'ni. Xudo xolasa, agar sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kapsuladan dacha qilish xizmatlari kerak bo'lsa, Umid akaga mana ekranda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatib beramiz deyishyapti. Agar biz nomimizdan chiqsa, Umid aka qo'ldan kelgancha yengillatib berasiz narxini. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'ldi, ekranda raqamlar qoldirdik yoki ekranda bo'lmasa, mabodo kommentariyaga qo'yib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, inshaalloh mana shunaqa qilib chiroyli qilib dachalar qurib berib kelishadi. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib ko'ringlar. Xudo xolasa, bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar.